Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Huymis asoschisi Vladimir Dobryninga qidiruv e'lon qildi. O'zbekistonda faoliyat yuritgan Huymis kompaniyasi asoschisi va rahbari Vladimir Dobrynin Interpol orqali xalqaro qidiruvga berildi. U kompaniya atrofida davom etayotgan sud va arbitraj muhokamalari fonida qimor o'yinlarini tashkil etish hamda jinoiy daromadlarni legallashtirish ishi bo'yicha gumonlanmoqda. O'zbekiston hukumati Huymis kompaniyasi asoschisi va rahbari Vladimir Dobryninni Interpol orqali xalqaro qidiruvga berdi. Uning ismi Interpol saytidagi qizil bildirishnomalar ro'yxatida paydo bo'ldi. Unga qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish va o'tkazish, shuningdek, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, pul yuvish bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Xalqaro tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, 52 yoshli Dobrynin Avstriyada tug'ilgan va Rossiya fuqarosi hisoblanadi. O'zbekistondagi Huymis ishi. Huymis.uz Fintech Service mobil aloqa xizmatlari va marketplace'ni o'zida jamlagan super ilova. 2022-yil iyun holatiga ko'ra Huymis servislaridan faol foydalanuvchilar soni 2 million kishidan oshgan. O'sha vaqtda O'zbekistonda Huymisning 1134 ta savdo shoxobchasi ochilgan edi. 2025-yil may oyida Singapurning Huymis Mobil Ltd kompaniyasi O'zbekistondagi Huymis ta'sischisi Jahon banki huzuridagi investitsiyaviy nizolarni hal etish bo'yicha xalqaro markazga O'zbekiston hukumatiga qarshi da'vo kiritdi. Kompaniya O'zbekiston davlat organlarini, jumladan Markaziy bank va O'zbek Telekomni biznesga muntazam ravishda zarar yetkazganlikda hamda O'zbekiston va Singapur o'rtasidagi investitsiyalarni himoya qilish to'g'risidagi ikki tomonlama bitimni buzganlikda aybladi. 2026-yil yanvar oyida arbitraj tribunali tarkibi shakllantirildi. Kompaniya xalqaro da'vo bilan birga mamlakat ichida ham sudlashmoqda. 2025-yil 14-oktyabrda Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi Oktobank sobiq Ravnaq bank arizasiga asosan Huymis MCJni bankrot deb topdi. Qarz miqdori taxminan 430 milliard so'mga baholanmoqda. Bu 2025-yil iyun oyida to'xtatilgan Visa Corbending kartalariga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq. O'zbek Telekom davlat kompaniyasi infratuzilma xizmatlari uchun sud orqali 532 milliard so'mdan ortiq mablag' undirishni talab qilgan. Huymis esa O'zbek Telekomni monopol darajada yuqori narxlar qo'yganlikda ayblab, ushbu qaror yuzasidan Raqobat qo'mitasiga shikoyat qilishga uringan. Ishga firibgarlik ayblovlari va kompaniyadagi ulush uchun ichki nizolar ham qo'shildi. O'zbekiston fuqarosi Maksim Sidanov loyihaga 12 million dollar sarmoya kiritganini va kelishuvlar asosida Huymisdagi 66% ulushga da'vogarlik qilishini ma'lum qildi. 2025-yil oxirida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda mijozlarning Huymis kartalaridan ruxsatsiz mablag' yechib olingani haqidagi shikoyatlari ko'payib ketdi. Kompaniya buni texnik nosozliklar va hujumlar bilan izohladi. Markaziy bank tekshiruv o'tkazib, huquqiy baho berish uchun materiallarni Toshkent shahar IIBBga yubordi. 2025-yilning iyul oyida huquq tartibot idoralari Payvay to'lov tashkiloti hammuassisi va kuzatuv kengashi a'zosi Behzod Botirovni qo'lga oldi. Huymis guruhiga qarashli Yupay to'lov tashkilotida 6,5 yildan ortiq bosh direktor bo'lib ishlagan va avval Huymisda top menejer bo'lgan Botirov 4-iyul kuni
Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudining qarori bilan hibsga olingan. Unga Jinoyat kodeksining 278-moddasi 2-qismi A va B bandlarida qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlik aybi qo'yilmoqda. Manba: gazeta.uz sayti.